Bugün senin günün sevgilin. Çoğul o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Ya, sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Arkanamda. Ya o'yla ovozing o'chsin uni. Bugun sening nimaydi sevgiling, meni karachiman ol. Çoğul, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avayam yo'q. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Çoğul, turang, o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsin. Emin bo'l, ovqat qilyapsizlarmi? Salom alaykum. Keling, ana lampochka chaqingizni berib turing. Nima qilasiz, tatajon? Molxona sveti o'chib qopti, padaringlar. Man afshudan missetton arkivalatın etsetton Bir uylay çoğul, hatta bir yüzümden öping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushayotganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Qirolicham ishkalatiye. Dubayskiy ishkalat keldi. Eri keldi, eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Çoğul, Ana ko'rdi. Ha. menga dubayskiy shikoyat bermaysizmi? Yaxshi. Ya dada. O'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega xo'pmi? Çoğul, menga dubayskiy shikoyat olib kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Wafers degan vaflilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, men qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Çoğul, o'sha biri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ularni spalni bilan vannaga atir ko'rsatib nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul chepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini buni qanday qilamiz? Ay! لا 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 همیشه لا لا